qaramasman yuzingga deb qasam ichib. Qaramasman yuzingga. Keynidan ketmajinim deb pushaymon qilib. Ketmajinim ayriminglar. Yosh to'kalamsan deb o'zi alamda qag'a. Yosh to'kalamsan. Oxirida datkichidimay tamaka bayonni aytib. Tamaka bayon. Bir mezgil yo'qab ketgan Abduxoliq Turg'un ustoz to'g'riliq paranglish baqayli. Abduxoliq akamiz necha yil yo'qab ketib, yana sahnaga qaytib keldi. Kostyum burulki kiyib sahnaga chiqib, nastonalarga eng cho'ng hurmatini bildirdi. Qorko'k kostyum burulkiga oq ko'ylak moslashtirib, galastik taqamagan bo'lsa-mu, o'lchamlik badani va kelishgan chiroyiga kostyum burulki bak yarashgan. Ham ig'ir besiq, ham mo'tavar xarakterini texmi gavdlandirgan. Abduxoliq ustoz diyorimizdagi eng kichik bil cho'lponlarimizdan biri. Sahnadami tomoshabinlar to'xtamay rahmatini bildirib, qo'li ko'ksidan tushmaydi. Adab, axloqiy va mungluq naqshlar bilan xalqimizning qo'llashiga erishib kelayotgan bu ustozning tenining salomat, ishlarining o'ngishli bo'lishini umid qilamiz. Sizcha Abduxoliq Turg'un ustoz necha yil yo'qab ketib, naga borgandi? Hozirmi ketmajinim deb qizlarning keynidan yolvurib yurayotganmi? Biladigan do'stlarning inkas rayoniga qoldirib qo'ygach, mushu film Abduxoliq ustozga yetkichi tarqitib qo'yishinglarni so'rayman. Meni qo'shib olinglar, mushunda g'ayri mazmunlarni davomli so'zlab beraman.